Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining Toshkent shahar hududiy inspeksiyalari tomonidan oqava suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga me'yordan ortiq ifloslantirilgan oqava suvlarni oqizish holatlarini aniqlash bo'yicha doimiy nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Joriy yilning yanvar-mart oylarida o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 19 ta sanoat va ishlab chiqarish korxonasi o'rganildi. Ushbu korxonalarning barchasida me'yordan ortiq ifloslangan oqava suvlarni oqizish holatlari aniqlangan. O'rganish tadbirlarida aniqlandiki, ikkita korxonada oqava suvlarni birlamchi, ya'ni lokal tozalash inshootlari mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan qonun buzilishlar yuzasidan mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-prim 1 moddasi asosida umumiy qiymati 86 million so'mdan ortiq 19 ta ma'muriy jarima qo'llanildi. Bundan tashqari, suv ta'minoti tashkilotlari tomonidan 182 million so'mdan ortiq kompensatsiya to'lovlari hisoblandi. Yakkasaroy tumanida oqava suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga ifloslantiruvchi moddalar belgilanmagan me'yorda oqizilgani bo'yicha holatlar bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazildi. Nazorat tadbiri davomida muhandislar mahallasida joylashgan xususiy korxonada ko'zdan kechirilganda o'rganish natijasiga ko'ra korxona tomonidan oqava suv tarmog'idan me'yordan ortiq ifloslantiruvchi moddalar oqizilgani, yog', neft moddalari oqizilgani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan korxonaga nisbatan suv ta'minoti tashkiloti tomonidan 600 millionga so'm miqdorida ortiq miqdorida kompensatsiya hisoblandi. Iste'molchi tomonidan shartnoma shartlariga rioya etmagani bo'yicha oqava suv miqdori tarkibi bo'yicha belgilangan talablar buzilganligi sababli oqava suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga ulanish vaqtinchalik to'xtatildi va bu bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirildi. Mart oyining o'zida yana 6 ta korxonada tekshiruv o'tkazilib, qariyb 25 million so'mlik jarimalar rasmiylashtirildi. Endi bu singari holatlar uchun 2026-yilning 25-iyuldan boshlab ushbu turdagi qoidabuzarliklar uchun jarimalar miqdori sezilarli darajada oshiriladi. Toshkent shahar miqyosida kuchaytiryapmiz bunaqa tadbirlarni. Bunaqa me'yordan ortiq oqizilish holatlari ko'p uchramoqda va tarmoqda barcha mana holatlar aniqlanganda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi bilan javobgarligi bo'yicha javobgarlikka tortilyapti. Shu bilan birga hujjatlar rasmiylashtirilyapti, tarmoqdan uzilyapti vaqtinchalik o'sha kompensatsiya summalari chiqarilyapti. O'sha barcha kamchiliklar bartaraf qilinguncha bu tarmoqdan uzilyapti. Bunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Endi tuman bo'yicha barcha inspektorlar jalb qilingan. Bu holatlar bo'yicha o'rganish ishlari olib borilyapti. Toshkent shahar ichimlik suv ta'minoti tomonidan shu bizga beriladigan hujjatlar asosida biz u hujjatlarni o'rganib chiqib, tadbirkorlik subyekti bo'lgani uchun biznes ombudsmandan ruxsat olgan holda shu tadbirkorlik subyektiga kiryapmiz. O'rganish ishlari olib borilyapti. Kamchiliklar aniqlanib, shu choralar ko'rilyapti. Bunaqa tadbirlar barcha inspektorlar tomonidan har oy o'tkaziladi va har oy bu bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Mansabdor shaxslar uchun jarimalar 12 million so'mdan 20 million so'mgacha yetishi mumkin. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, amaldagi qonunlarga qat'iy rioya etish nafaqat ortiqcha xarajatlarning oldini oladi, balki suv resurslaridan samarali foydalanish va atrof muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Nazorat tadbirlari davomida oqava suvlardan foydalanish qoidalariga rioya qilish yuzasidan tushunchalar berildi. Bu singari tadbirlarning o'tkazilishi tizimda qonun ustuvorligini ta'minlash, qat'iy talablarga amal qilishni ta'minlaydi.